Assalomu alaykum aziz do'stlar. Orqamizda turgan Turkmanistonning ishlari. Hozir shaxsan Turkmanistondan Lebopag'a zavodi direktori yetib keldi. Muzokaralar olib bordik. Yangi mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonida ekan. Yangi takliflar berdik. Bular ham yangiliklarni. Lebopag'a nima yangiliklar bo'lyapti mahsulotlar? Endi bizda shu vaqt Zafar aka shu qishlarmadan yine renklari, yine angop, yangi teksturalari, yangi taze teksturalari geçtikdə. Shu vaqt endi hozirgi ikinci liniyamızda deyishlayapmiz. Onda da plitkalar öndürüyoruz nasip olsa, Xudo xolasa. Hava plitkalar ham chiqarish, hava şu İranka, mengdaş plitkalar ham chiqaraman. Olam yana 2 aydan keyin satışa qo'yib nasip olsa. 2 aydan satışa qo'yib Xudo xolasa. Bozor kirib keladi. Hava bazarda Özbek bazarına uğradılar.